Qarasam telefonda ag'dan-bag'dan yig'ilib qolgan kuponlar ko'payib ketibdi. Bularni onlayn ishlatmoqchi bo'lmasangiz, mana shunaqa yerga kelib qog'oz desiga almashtirib ketishingiz kerak. Bugun zalga chiqmaganimdan foydalanib, mana shunga vaqt ajratib keldim, qog'oz desiga almashtirib pul qilib olgani. Bunaqa kiosklar Koreyadagi eng katta savdo markazlarining ichida bo'lar ekan. Onlayn kuponlarni qog'oz desiga almashtirib olgandan keyin endi bir magazinlarda aylanaylikchi deb sekin narsalar ko'rish boshladim. O'zi hech narsa olish niyati yo'q edi, lekin bunaqa joyga kelgandan keyin odam quruqchi ketishi juda ham qiyin bo'ladi. Aylanib shortilarga ko'zim tushib qoldi. Ishxonada kiygani как раз bitta shorti kerak edi. Mana shunisi ko'ngilga o'tirib qoldi. Yumshoqqina ekan, cho'ntaklari ham ko'p ekan. Bir kiyib ko'raychi, mendan nima ketdi? Olsam olaman, olmasam olmayman deb. Razmerini ko'rishga ketdim. Aytgancha biz ishxonada umuman dress code yo'q. Xohlagan kiyimingizni kiyib borsangiz bo'laveradi. Hech kim e'tibor bermaydi. O'zingiz ishingizni zo'r qilib maromiga yetkazib qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, bugun ishxonaga mana shu kiyimda bordim. Hech kim qiyinligi yo'q. Nabarot maqtashdi, seting zo'r ekan deb. Shorti o'zimga yoqib qoldi. Narxi ham unaqa qimmat emas ekan. Sirasi bosib bordim. Ana qog'oz kuponlar o'tmadi. O'zingiz kartangizdan to'lashingiz kerak dedi. Qog'ozlarni tangindan sotib olib, pul qilib olaman, bo'laveradi. Ishxonaga har kuni qurib borish takvoy bo'layotgandi. Shunga bitta so'mka olib olay dedim. Mana shu sal normaliga o'xshadi. Narxi ham shunaqa ekan. Buniki ham qimmat emas ekan. Buni ham sirasi bosib qo'ya qoldim. Ichiga hech narsa solmasam ham shunchaki ko'tarib borgani. Hamma so'mka bilan keladi. Bitta men qurib olaman. Shunga g'alati bo'lyapti. Boshqalar sumkasiga nima solib keladi, umuman xabarim yo'q. Xullas shoppingni qilib, kayfiyatni ko'tarib uyga qaytdim. Bugungi kun ham zo'r o'tdi.